Aql bovar qilmas vaziyatlarni boshidan o'tkazib, omon qolgan omadlilar. Qotil daraxt. Basseyn yonida kitob o'qib dam olishdan-da yaxshiroq narsa bo'lmasa kerak. To'g'rimi? Biroq 2020-yil iyulida Jorjiya shtatida yashovchi ayol barchasi boshqacha bo'lishi mumkinligini tushunib yetadi. U xotirjam kitob o'qish barobarida basseynda cho'milayotgan bolalarni ham kuzatib turardi. Shu payt kutilmaganda uning o'g'li qichqira boshlaydi. Ayol so'nggi soniyada falokatdan qutulib qoladi. Daraxt sinib ayol yotgan shezlong ustiga tushadi. Agar u hatto bir soniyaga o'ylanib qolganda, aqlga sig'maydigan falokat sodir bo'lar edi. Bolakayga esa ogohlantirgani uchun albatta rahmat.